Qanaqlı emas. Dadam bu ishlar texnik murakkab qilyapti-ku. Bakansirib ketmanglar. Men surishti qilyapman. Agar haqiqatan sotib chiqilgan ish bo'lib qolsa, dadamning chiqishimda tayindek qildi. Hay, undaqda davomli davolashimizmi? Dadam rostila biz uchaylarni sotqa tasib chiqmasa? Ya qancha o'sib dadam bilan uyaga bormasmiz. Aka, dadam chiqim bizga ochig'i shundoq qilgan gap. Avval dadamning ochig'ini yondiraylik. Shundoqlab chiqilmaymas, qanday ochig'ini yondirsan? Qaranglashqin bo'lmayotsa ya. Dadamning bundoq qilsa ayol uchunmidi ya? Acha. Apamning deyishicha, er kishi tuyg'usi o'zgarsa shu ayol kishi uchun deydi. Yenge, tuzlik gap qiling, ha? Dadam hargiz bir ayolni deb biz bundoq qilmaydi o'jima. Badna, to'liq qalayimqan gap qilmang Fukam, ha? Dadam hargiz undaq odam emas, unday ish yo'q. Bo'lmasa, bizim bir advokat taklif qilsak, bizning advokat bilan dadamning advokat ko'rish baqsa, shuni qarab ishtamdiq ya. Yo'q. Biz aldirmaydi. Agar ikki tarafning advokat tam o'tirib chiqib qolsa, bu ishni bostirmoq texmi tez bo'ladi. Aka? Ha? Biz yanada bir amal qilib dadamning ochig'ini yondirgan bir ish qilaylik. Ma'qul. Aka, acha, amsa 500 ming qaraq saqla. Voyjon! Ay, ishmishe ketgan, yana shu 500 ming qo'ydimi sen? Acha, men shu Fukam, hozirgi paytdim shu gapdimi? Tozim bir. Non kape. Nima degan bilan men haqqi yo'g'on gap qo'ygan to'sam, naqada qilyapsan? Uf, voyjon. Buni qanday qilsam olaman? Vay, Akbarjon, bu men. Ha, bolla hamiz ketib bo'lgandek turdi. Men boya bulog'i xeyli qattiq tegdim. Ha, yaxshi qilibsiz. Bundan keyin qanday qish o'smoqda? Siz shu paytda yuravering. Ha, ma'qul. Ma'qul amsa. Kim o? Kirsan bulamda. Kirib oldingizmi? Nima ish? Sizlarning uyiga bir ish bo'ldimi? Siz kim bo'lsangiz, da'vogarimning ishini xohlagancha boshliq deb yursam bo'lmaydi. Ha, mundaqda. Xislatning dadasining fikrlari, xislatni az qilgani rasmo. Siz ularning advokati bo'lasiz. Kechiring. Hech qanday savolingizga javob beramayman. Eng yaxshisi bu arzini qaytardim. Nima ish qilib bunday qilaman? Siz zodi kim? Men xislatning yigiti. Yigiti. Demak yo'ldosh emas.
Meni siz boshqa aralashmasangiz bo'g'lik. Pulning kredit sog'liqdan advokat. Ammo qismatga bir ish bo'lib qolsa, bu ishdan keyin bunday oson oxirlashmaydi. Bu ishning qanday oxirlashishini hozir hech kim bilmaydi. Siz eng yaxshisi mening yanimga kelmay, berib xislatni izlang. Xislatga nasihat qiling. Bu taksibni kechirim so'rasin. Kechirim. Men ishdan tushaydigan. Telefonlarning munosabatini bunday yomon qilarsangiz, sizga hech qanday foydasi yo'q. Shunlashqa arzni qaytarib yutam. Men bunday qilishni xohlamayman. Lekin da'vogar arzini qaytarib olmasa, menda hech qanday amal yo'q. Arz qilindi degan bilanmi? Sizning qutib chiqishingiz natay. Shu amal bor. Arz qaytardim. Qani. Vaqt kelganda ko'ramiz. Bunda xabar qiling. Yaxshimisiz? Buncha kechda bir ishingiz bormi? Sizni ansirab qoldim. Yaxshimisiz? Buncha kechda bir ishingiz bormi? Sizdan ansirab qoldim. Ha, shu tuyuqsizlik jiddiy ishim chiqib qolib, tushdan keyin ketib qolgandim. Kechiring. Aytlik aytganda vaqtida ishga borma. Shirkatda bak muhim ishim yo'q. Ansirmisingiz bo'ldi. Men yordam qilgudek ishlar bo'lsa davram. Men qila oladigan ish o'z qulam ko'ksimda. Rahmat. Ustiga siz uchun o'tiq kirishga tayyorman. Teshikda nasib qilmag'ansiz direktor. Tesgan. Ansirman. Men cho'qim sizni qo'g'dayman. O'z qara nimalarni aytib bersak. Ma'qul. Qo'y. O'tqa? Bu bilan normal odam kuchsiz bo'lmadi. Jiddiyleşip ketdim ha? O'tiq kirman tıxı. Nishim gap bo'ldimi ha? Yaxshi uxlabsizlarmi? Bak o'xshab turjimi ma'lum. Xayrli sahar. Amma bizning qachilarimiz-chi? Ellikda? Bugundan boshlab bog'u sizlarga tomoq yo'q. Ha?
acaba o'xshab turibman. Chaqchaqimliq ne amma deganda. Hatta kulağını. Dadamlar dedi, bugünden başlap turmuş bul tapşırımsanlar sizlerge tamak verme dep. Onundan başlap o, hocurağlan özanglar tazlaysızlar, kırqetanlarını özanglar jüysizler cuma. Turmuş bu ne? Dada. Nim qilmish bu ne? Bugünden başlap her ayda 500 randın turmuş pul topşırsızlar. Tok, su, kırqat jüyüş, öğretleş, fazılaş. Hemmisi o'z ishida. Tomoq puli, yatak puli. Dada çaqchaq adamsa ya. Shundaymi? Voy dada. Bizden rastla 500 koy turmuş pul alamsa. Bu nerede bu? Dadisi balısın. Yatak puli, tamoq puli oldi aşıp var. Shundaymi? Mishadi ba. Bugünden başlap mush uyda ba bo'ldi. Sizlar pul tepatishlar go. Pul topgandan keyin ayda turmush pul topshirsanlar bo'ladi. Qachongacha men so'qmoqsizlik topgan pul qarab o'tirsizlar? Sizlar bir shunchalik qilib qo'ydim. Unda bular. Yana boshqa urulaydigan shartlar bo'lsa, danglar bo'lmasa. Bu Dada bu. Dada. Sen qancha olsa mundaqsan qamlashmas. Pek oshiraklingni his qilmadingmi? Shundaymi? Ulan, ben neyin aşırı tuttum ha? Neçe vakitten beri ko'p naşık qilib elanlar jinim bolam. Tomoqni issiqi deyaveringlar. Bunda qilmanglar. Deb yolurib tursam, sizlar men qanday qilgan? Biringlar o'ldirayman. Biringlar o'ldirmayman. Yana biringlar uxlayman. Deb ketyotganlar-ku. Endi qilmam yo'q. Endi xap qilmayman. O sonra arkasın ne? Eğer bunu renci kazanlar, öyle küçük çıkıtanlar. Toptu. Oy dada. Erler. Tamam, pek olsa. Rahmet atam. Ha? Dadam nemishqa bunda qildi? Hiç ha? Dada deb ko'zing kirmay, sababini o'zinglar mustaqillar. Amma dadamning bunda o'zgarib ketishiga aniq Oyshemga xuddi sababchimi ya? Nima? Unda bo'lmasa boshqalarni bizga shunday muomala qilib bo'lamda. Dadanglar var-ku, hiç qachon boshqalarni deb bunda qilmaydi. Mening bilishimcha shundaq. Yo'q ish. Ey. Acha? Acha? Yaxshimisizlar? Acha? Amma, bulağı ne boptu? Sormayla qo'ying qizim. Ey, bilmedim bu ev nim bo'ldi ekan. Beshim ajab og'irdi. Ayraz, siz bugun ish qilmamsiz? Hazır barma. Ha, miskin. Nashtangizni qilib kechikib qolmanglar. Qalğaç markalık sopun paraşoki vətib erkin çıxırısı. Voy nimani? Kirnan. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini alğan At Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qilaydisin, o'sha ish bo'ldi ham. Bo'ldi. Üzüm balını aç koyun. Oy, Pardon. bir iş oldu mu? Ertegen bir yakılıp laştık ıslahı. Bunun gepini bir qilma. Dadamchi hozir haddidan bahrayishib ketdi. Oyda 500 koy pul to'lsak uy tomoq yeyotganmiz. Bo'lmisicha tomoq yeyishimiz ruxsat qilinmaydi ekan. Nima deyapsiz-da? Ul emas. Hatto
Tok bilen surmuşsun demek emas. Bucu, heliqi Oyşem degan xotin kushkirtgan gap. Bu mustada mashina o'zbek tilidagi odammi? Şunu biz derhal o ayal tepet, hem de dadam bilen görüşmesi aytaylı. Qanda? Yo'q. Ishni oldigan bilmay turib o yerdan ko'rsak toz yaxshi bo'lmasmiki? Mulozim, taksidan birdan keting. Aka, mening son gapim bor. Senin xafalatqaningni bilmem. Lekin her qancha ochig'ing kelgan bo'lsa-mu, bolalarni erksan qandoq bo'ldi? Va qo'rqoq xatlar anglab qolsa, bolalar qandoq beshini ko'tarib yuralaydi deyman. Aka, Jasur bilan xislatchi shundoq aloqsadi bo'lib ketdi. Mushunchalik bo'lsa bo'lar. Qarag'anda sen bir qaror kep bo'lgan o'xshaysan. Degina. Valloh taraf turamsan, men taraf turamsan. Oy aka, nima gapni qildigansan ku? Ha? Oy, sen taraf, men taraf deydiganga biz hammamiz bir oila kishilar tursa. Aka, to'la kichik oldi, gap qilmag'ina. Men shu kichik bola bo'lib qoldim. Shuning uchun sen menga nasihat qilma deb avar bo'lma. Gach gap qila, valloh taraf turamsan, yo men taraf turamsan. Aka, Tag'a, men siz tarafda turman. Sizlar har qanday qaror qilsangiz men sizni qo'llayman. oy balam, siz chiqib ketgan to'g'ri, bu yerga nima ish qilyapsiz? Rahmat qizim. Bir tuqqan qarindishim tushunmasimi? Sizmi bo'lsangiz ko'nglimni tushunyapsiz. Bo'ldi, men chiqdim. Oy bala, akamni to'sashdi yo'q, o'tning ustiga yog' qo'yganda gap qilyapsiz-ku. Ammo tag'amning bunday qilishi cho'qim bir sabab bor. O'g'ilchilikmi emas, xafa bo'lishmi emas. Cho'qim bir sabab bor. Lekin ammo tag'am har qanday odamdan bolalarini yaxshi ko'rdi. Tag'amning o'ylig'ini bor. Uyumuzdaki işler bir taraf oldu mu? Tirishadimi? Jasur. İşlarning bundoq bo'lib ketishini burroq his qilishingiz kerak edi. Charchab ketgansiz. Meni oldingizda hech. Doktorxonadagi mishmish qaranglarning keng ketishini oldin edim. Oiladagi ishlarni oilada bir taraf qilib. Tushundingizmi? Tushundim. Bu dadamdan nima qilgan? Biz o'zning bolalar ku. Mustaq. Tag'a? aka, bo'ldi qilsam bo'lamdiki. Ota-bola o'tirsida mushundoq qilish ketamdi. Uydagi ish bo'lganki, uydil tugitayli. Qo'lim qo'shni anglab qolsin sat turdi aka. Shu emasmi? Qandoq o'ylsam hech ideyamdan o'tmaydi. Xislat, tezdan tag'amdan kechirim so'rg'ina. Tezdan. Shuni deyman. Tiyoshan qarg'oylarining yildiz bir tutashda. Siz jim o'tiring ha. Dada. Buni chiqib ketish ketamdi. Bir yaxshiroq parangiz baqaylik. Bo'ldi bolam. Qanday gap bo'lsa, ash advokatni endi deyishaydi. Hamma mang'ashtirayapsan. Tag'a, yo'lda diqqat qiling, men sizni menga qo'llayman. Ha, ma'qul. Dada. Aşağıda görüşelim oğlum. Hoş tag'a. Bu dünyada o'zining bolalar arzli otlarning qanchasi bor? Men jimish birsini bor. Qaysar aka, tag'amning bunday qilishi cho'qim bir sabab bor. Ha,
Hey. Siz zat kim tarafta? Tağam tarafta. Bo'ldi. Qolgan gapni advokat bilan deyishaylik. İşimiz kelgan ko'ramiz. Hey, qizlar qo'shada. To'xtab turing. Hey. Hey. Siz ajab bir bo'shlarni to'smoq yo'q. Madad berib ketdingiz-ku. Kim turing ha? Qag'onni yansında. Shundaqdimi bu otibali so'qishib sotib chiqimiz davası madad berganingiz nemsi? Bu bo'lgunchilik sog'liq emasmi? O'tning ustiga yog' chechib. Parizat acha, hammadan o'ylig'in o'xshamaydi. Tag'am hargizmi bozor bilan urushib yenish uchun sotlashmidi. Qancha bo'lganda. Ammo men avga chiqib tayyorlik qilib ishga boray. Ma'qul bolam, ma'qul. Acaba iş oldu mu kız Allah'a? Aklına ne manda kılsa ya? Bu Atıbalı sotqı çıksa giyizkimi e'lon qila haqla? Apa, tağım bu qitim rastilla bir niyat hikoyaga o'xshamandi. Shundoqda bo'ldi. Apa, biz zada qaysi taraf turmiz? Hech kim taraf bo'lmaymiz. Albatta o'ttirdi turmizda. Yana mening kuyovim aqlliqda. Voy bir oila kishilar so'qishib qolsa, albatta o'ttirdi turish kerak-da. Yog'li ko'sh bir tuqqan piyozning ko'ygini ko'ygan degan gap bor emas. Shu, to'g'ri apa deganingiz. Lekin-chu, men xislat tarafda turma. Apamning deganini anglamadingizmi? Hech kimga bo'lishmaymiz. Ularni aplashib qilish uchun betaraf maydonda saqlaymiz. Lekin his qilmadingizmi? Tag'amni bek oshiryapti. Nada? To'g'ri. Deki bir gaplarni qilib, menga kirib apamga yordam qilishim. Men mangdim. Mangdingizmi dadam? Xo'shamsan, qarab olasiz. Apa, dadamning ochiq gap qoldimi? Albatta ochiq keldi-da bolam. Doktorxonaga borib, so'chachakni boshlaydi hamdi. Tamammış arkadan so'chachak qilgan odamga bek ish. Shuning uchun borib bolam, men ishni burroq oxirlashtiring. O'zingizning ham namanning nomi uchun yaxshi emas bu ishlar. Apa, Akşam dadınız-chu, bundaq sotlashib yursak, bizga nomusliq bir ish. Navodi sotda yengan taqdirdimi? Haqiqiy yengan hisoblanmaydi deb baq bo'lib ketdi bolam. Tushundingizmi, Jasur? Tushundim. Har qanday bo'lsa o'zining o'g'lini marsligan ma'no. Anlamagan kishi. Bo'lsin apa. Nima? yo'lda diqqat qilamsan. Ben demişsem o bu yerga nima ishdan kelganligini sizlar bilasizlar-ku deyman. Bilamiz. Xislat olib. Siz çok uzun. Shundaq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu arz mening toza muvofiq emas. Nima uchun? Dadam bizni nemish qarz qiladi? Men buni toza tushunamadim. Bizni beqish jarayoni xarajatlarini hisoblabdi. Nima qilganlik umomdi? U bizni rostla farzandim deb qarmamdiganda advokat epandim. Nadimi bir dada bolalarini beqish jarayoni xarajatlarini to'ltib oldigan ish bor. Bu faqat kallamda o'tmadi. Bu sizdan necha pul so'rabdi? 240 ming.
240 ming. Siz xizmatga chiqqan necha yil bo'ldi? 8 yil. 8 yil. Siz bu 8 yil jarayonida dadangizga qancha pul berdingiz? Hayotning o'zi bir san'at.